Assalomu alaykum. Qadrli YouTube a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz mana tayyor bo'ldi. Bu yerimizga olib keldik, Andijon viloyati, Shahroxonga olib kelib o'rnatdik. 5 ta eshik, 3 ta olib kelib o'rnatdik mana. Ko'rishlar mumkin, Xudo xolasa bir uyga mana eshiklar, bir uyga mana bo'yi 250 eshiklar. Lola fasonda bo'lgan. Xudo xolasa mana zamonlari ham turatskiy zamonlar, original zamonlarda bo'lgan. Mana ideal darajada glansli yaxshich berganmiz. 08 NDFda bo'lgan. Naqshlari ham mana kilelangan, o'nlik bo'lgan, Xudo xolasa mana. Ancha-munchaga hech narsa bo'lmaydi, garantiya beramiz, Xudo xolasa. Mana bunimiz bir qanot eshik. Mo'si ham ochiladi hozir mana. Ochib yopishlarni ham ko'rib borasizlar, Xudo xolasa. Hamma yo'g'i zo'r ekan. Mana padog'onni ham qo'yib berganmiz. Mo'si ham ochiladi mana. Kichkina qanoti ham. Xudo xolasa, kesaklari ham o'zidan bo'lgan. Hali yog'ochdan bo'lmagan, preslanganda bu, Xudo xolasa. Shunaqa qilib ish qilamiz. İşimizga kafolat beramiz, garantiya beramiz, Xudo xolasa. İşlarimiz o'ta ideal darajada, o'ta sifatli, Xudo xolasa, o'ta topida qilib beramiz. Kimga shunaqa eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqarasizlar, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab borib beramiz. Nomerimiz 97 224 2255. Xudo xolasa doim aloqadamiz. Hammalarga rahmat, sizlarga omad.